O'sha dunyoni zo'r qilib qo'ygan, uylarni solib qo'ygan, ana shu boy o'lishi aniq bo'lib qolib, banisada yotganida oshnasiga birodar, ichimni nima yemiryapti aytaymi deydi. Shuncha narsa qolib ketadimi birovga? Ya'ni men o'lsam xotinim erga tegadi. Meni qilgan mehnatimiz samarasini kim ko'radi? Begona erkak ko'radimi? Demak, bolalarning tarbiyasini tashab qo'yib, faqat dunyo bilan shug'ullangan odam shu dunyosidan yoki mansabidan ajrayotgan paytda alam qiladi. Ammo agar farzandini shariatimiz ko'rsatgandaqa tarbiyalagan bo'lsa-chi, dunyodan ketyapti, 3 ta yoki 4 ta farzand yoki 5 ta farzandi namozda ekanligini ko'rsa, har kuni namozning orqasida Robbig'firli va li validayya deyishini bilib o'lsa, bilasizmi qanaqa bir huzur bu? Bu ota, bu ona bekarga yashamabdi dunyoda. Demak, bu so'zlarda aytishimizdan maqsad birodarlar, farzandlarda tarbiyasini muhimroq tashlab qo'yib bo'lmaydi.